Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Pythonda tuple bilan tanishamiz. Ya'ni tuple qanday bo'ladi, uni ustida qanday amallar bajarish mumkin va tuple qanday holatlarda ishlatiladi va uning qanday qulayliklari bor. Shular haqida batafsil tanishib o'tamiz. Buning uchun men birinchi PowerShell ga kirib olaman va bu yerda ko'rinib turganimizdek C diski turibdi, D diski o'tib olamiz. D diski o'tdik va ekran tozalab tashlaymiz va D diskni ko'radigan bo'lsak, men cd qilib mycode degan faylni chekiraman va uni ichidagi fayllarni ko'radigan bo'lsam, lessonni chekirishim kerak. cd lesson. Okay. Agar sizda Visual Studio Code o'rnatilgan bo'lsa, avtomatik bu yerda code deb bir joy tashab bir nuqta qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu lesson faylni Visual Studio Code'da ochib beradi. Mana biz ochib oldik. Bu yerda yangi fayl yaratib qo'yaman. Buning uchun общий belgilab va mana bu yerdan bosib rename kan. Okay, tahrirlaymiz. Nuqta P bo'lib ochish kerak. Ishlayaptimi, tekshirib ko'ramiz. Salom degan chiqdi. Demak, bizda ishlayapti. Tuple qanday bo'ladi? Tuple'ni e'lon qilishimiz uchun bizga mana bunday qiladigan bo'lsak, tuple ma'lumotlar tuzilmasiga yana yaqinroq bo'laman, yaxshi ko'rinish uchun. Tuple odatda mana bunday holatda bo'ladi. Odatda emas, har doim. Endi buni tupleligini biz qayerdan bilamiz? Bilishimiz uchun type degan funksiyasi bor edi Pythonda. Ya'ni o'zgaruvchi qaysi tipga tegishliligini bilib beradi. Mana bu yerda tuple deb chiqaradi. Va tuple'ni biz e'lon qilayotganda aynan qauslarsiz ham e'lon qilsak bo'ladi. Mana biz ko'rib turganimizdek, biz qaus qo'ymasak ham Python avtomatik uni tuple deb olib, ya'ni qauslar ichida chiqarib berdi va buni tipini ham tuple deb oldi. Biz agar bitta ma'lumot beradigan bo'lsak-chi, yo'q, bu tuple emas, int tipida deb oldi. Va buni masalan biz tuple'ga faqat bitta element bermoqchimiz va bitta element bersak, Python avtomatik buni int tipidagi bir son deb olib ketyapti va bizga buni tuple deb olib ketish kerak. Tuple'da faqat biz bitta o'zgaruvchi beryapmiz. Buni qanday qilamiz deydigan bo'lsak, bitta belgi qo'yib qo'yamiz. Tuple deb tanib oldi. Endi keyingi ko'radigan narsamiz tozalab tashlaymiz va mana buni sharhga olib qo'yamiz va pastidan misol uchun tuple'ning elementlariga murojaat qilish yoki shuni ko'rib o'taylik. Masalan,
3-chi elementiga murojaat qilmoqchimiz. Buning uchun 2 deb murojaat qilamiz. 3-chi elementi. Nima uchun 2? Mana bu 0-chi, bu 1-chi va keyingisi 2-chi indeksdagi turibdi. Endi qaysidir elementidan qaysidir elementigacha bo'lgan qismini olaylik. Misol uchun 3 dan boshlab 5 gacha bo'lgan. 5 gacha bo'lish qismini oladigan bo'lsak, 2 5 qo'shimiz kerak. 5. 5-chi indeksda turibdi aslida 6. Bu end tugashi, ya'ni oxiridagini olmaydi. O'sha shu qismida, ya'ni 5-chi indeksda tugasin deb qo'ygan bo'lsak, 4-chi indeksgacha oladi, ya'ni bu. Bu esa start boshlanishi. Ya'ni qaysi indeksdan boshlanishini aytsak, o'sha indeksdagi sondan boshlab ketadi va bu end tugashi, ya'ni o'sha indeksgacha bo'lganini oladi. O'sha indeksni ham olmaydi, ya'ni. O'sha indeksgacha bo'lgan sonlarni oladi, ya'ni tugash qismi. Xo'sh, biz endi 3-chi shu masalan 4 o'rniga qandaydir son qo'ymoqchi bo'lyapmiz-da. Masalan 4 o'rniga 8 qo'yaylik. Buning uchun nima qilamiz? T, xo'sh, 4 nechinchi indeksda? Albatta 3-chi indeksda. Ya'ni unga nechini joylaymiz? 8 ni joylamoqchi bo'lyapmiz va print qilib t'ni ko'rmoqchimiz, natijani. Bizga mana bunday xatolik qaytdi. Type error, tuple object does not support item assignment. Ya'ni bu nima degani? Tuplening elementlarini o'zgartirib bo'lmaydi va shu xususiyatga ega. Tuple ya'ni immutable, o'zgartirib bo'lmaydi. Va shu xususiyati bilan qolgan data structurelardan ajralib turadi. Endi xo'sh, qandaydir masalan tuple ichida elementlar keladigan bo'lsa, ularni umuman o'zgartirib bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Ya'ni har qanday ma'lumot keladigan bo'lsa. Yo'q, albatta. Ya'ni tuple immutable, o'zgartirilmaydigan bo'lishi mumkin, lekin immutable ichida mutable o'zgaruvchi keladigan bo'lsa, uni o'zgartirib bo'ladi. Ya'ni immutable tuple bo'ladigan bo'lsa, mutable o'zgaruvlardan biri bu list. Ya'ni tuple ichida list keladigan bo'lsa, biz tuple ichidagi listga o'zgartirish kiritishimiz mumkin, lekin tuplening o'zining elementlariga emas. Buni qanday qilamiz? Misol uchun mana bu yerdan mana bu yergacha list bo'lsin. Va mana bu hozircha bizga kerak emas. Mana ko'rib turganimizdek, tuplening ichida list kelyapti va 0, 1, 2. Biz 3-chi elementga murojaat qiladigan bo'lsak, 3-chi indeksga listni olib beradi. Ya'ni tuplening 3-chi indeksda bizda mutable o'zgaruvchi, ya'ni o'zgartirsa bo'ladigan ma'lumotlar turi turibdi, bu list. Va biz endi shuni o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun hozir mana bu yerda listni ko'rdik, 4, 5, 6 va endi xuddi shuni. Bu nima degani? 4 ni 3-chisi bu listga murojaat qilyapmiz va shu listning 0-chi elementini, ya'ni 4 ni 0-chi element, ya'ni listga nisbatan bu 0. 0-chi elementiga 20 ni yuklab va bu yerda tupleni chop qilaylik. Mana natija. Ya'ni xuddi shunday. Keyin yana bir aytib o'tiladigan, sizlar bilan ulashadigan narsa number
Xo'sh, mana bunday qilib ichki ichma-ich tuple'larni ham joylasak bo'ladi. Ya'ni tuple'ning ichiga tuple mana bunday bo'lyapti va buni ichiga yana virgul tashlab, albatta listni ham joylab ketsak bo'ladi. Endi bu yerda elementlarga murojaat qilish qanday bo'ladi? Bu 0 degani number 0 qiladigan bo'lsak, bizga 0-elementi, ya'ni mana buni birinchida, ya'ni 0-indeksdagi element tuple o'zi va tuple elementlari bu va buni ichidagi, ya'ni tuple ichidagi birinchi tuplening, ya'ni 0-indeksda turgan tuplening bizga 2 soni kerak. 2 soni bu birinchi indeksda turibdi va chop qiladigan bo'lsak, mana biz 2 ni qaytardi. Ya'ni bu yerga agar 1 ni qo'yadigan bo'lsak, birinchi indeksda mana bu tuple turibdi va mana bu 1 esa ikkinchi tupledagi birinchi element, birinchi indeksdagi element 6. Javob 6 va mana shunday qilib ichma-ich tuple'larga murojaat qilishimiz mumkin. Va shu tuple'ni listdan afzalliklari bor. Xo'sh, xotiradan kam joy oladi va listdan ko'ra tezroq ishlaydi. Ya'ni lekin biz xo'sh, mana bu yerda obyektlar bor, masalan 1, 2, 3 bularni o'rnida masalan boshqa hisoblar ham bo'lishi mumkin. Ularni ustida qandaydir amallar bajarmoqchi bo'lsak, bizga tuple nisbatan noqulay. Xo'sh, o'zgartirilmasligi kerak bo'lgan ma'lumotlarni tuple'ga joylasak bizga ancha qulay bo'ladi, ya'ni xavfsiz. Ya'ni bizda qandaydir ma'lumotlarimiz bor, unga hech qanaqangi ma'lumotlarni o'zgartirish kiritishni xohlamaymiz. Ya'ni u saqlanib qolishi kerak, xavfsiz bo'lishi kerak. Aynan shunday holatlarda tuple bizga asqotadi. Va tuple'ning yana bir funksiyalaridan biri, ya'ni mana bu yerda misol uchun bu deylik. Xo'sh, bu yerda nima qilish mumkin? Buning atiga 3 tagina elementi bo'lsin va A, B va C qilib T ni bersak va print A, print B va print C ni chop qiladigan bo'lsak, A, B ning qiymatlari mos ravishda tuple elementlarini ketma-ketligiga teng bo'ldi. Bu yerda qanday amal bajarildi? Tuple'ning birinchi elementi A ga yuklandi, keyingi elementi B ga, keyingi elementi C ga. Ya'ni tuple'ning ichidagi elementlarni o'zgaruvchilarga yuklab olish. Xo'sh, endi bu yerda aytaylik 4 bo'ladigan bo'lsa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta element bo'ladigan bo'lsa, bu yerga ham 9 ta o'zgaruvchi e'lon qilsak, ya'ni har bir o'zgaruvchiga tuple'ning har bir qiymatlarini, ya'ni elementlarini qiymat sifatida yuklab ketadi. Lekin bu anchagina noqulay. Xo'sh, misol uchun aytaylik, biz mana bu 3 ta elementini ABC degan o'zgaruvchiga va qolgan elementlarini nechtaligidan bo'lishidan qat'iy nazar bironta o'zgaruvchiga yuklab olmoqchimiz. Buning uchun nima qilamiz? Xo'sh, yulduzcha qo'yamiz va D deymiz. Va print qilib D ni ham chop qiladigan bo'lsak, bizga natija mana bunday holatda. Ya'ni 3 gacha bo'lgan elementlarni ABC ga yukladi, qolgan elementlari 4 dan boshlab 9 gacha D ga list qilib yukladi. Ya'ni shunga e'tibor berishimiz kerak. Aynan tuple emas, list. Va keyinchalik bu list ustida ko'plab amallar bajarishimiz mumkin. Tuple'ga nisbatan ko'p funksiyali ekanligini hisobga olsak. Xo'sh, tuple'ni for orqali ham ishlasak bo'ladi. Ya'ni har bir
elementi bo'yicha olib, ular har bir elementi bo'yicha qandaydir biznes logikalarni ishlab chiqish bo'yicha. Keyingi ko'radigan narsamiz tuplening metodlari. Tuple metodlari juda ham ko'p emas. Buning uchun mana bunday qilaylikda. Bu tura tursin. Va mana bu o'zgaruvchi turibdi deylik. Xo'sh, print adashmasam agar dir funksiyasi edi. Dir funksiyasi t. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin biz, ya'ni dir funksiyasi qanday ishlaydi? Qaysi mana bu o'zgaruvchi qaysi ma'lumotlar tuzilmasiga mansub bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlar tuzilmasida qanday amallar bajarish mumkin, ya'ni qanday anulari bor, metodlari bor. Shuni bizga chiqarib berardi. Va mana bular damdir metodlar, bular ham ishlatiladi, deyarli ko'p emas. Asosiy ikkita metodi bu count va index metodi ekan. Mana bu yerda ko'rib turibmiz. O'sha count va indexni ishlatib ko'ramiz. Buni ham izoh bo'lib tura qolay. Kelinglar bizga mana bu yordamga kelsin. Xo'sh, birinchi count ishlatib ko'raylik. Print number. Xo'sh, count elementi qanday ishlaydi? Count metodi tupleda biz count funksiyasining ichiga tuple ichidagi bironta elementni beradigan bo'lsak, o'sha element tupleda necha marta takrorlanganini sonini chiqarib beradi, ya'ni necha marta takrorlangan. Endi bu yerda agar 3 beradigan bo'lsak 0. Nimaga 0? Xo'sh, biz e'tibor beradigan bo'lsak, tuplening ichida yana tuple kelyapti va bu esa shu tuplening elementlarigacha murojaat qiladi. Ya'ni bu yerda faqat number degan birinchi asosiy tuple'ga murojaat qilyapti. Va biz bu tuplening ichidagi tuple'ga murojaat qilishimiz uchun bu yerga shuni ko'rsatishimiz kerak. Mana 1. Ya'ni bu mana bu bo'yicha. Va bu yerga yana bir 3 qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizga 2 natija, ya'ni birinchi tupleda ikkita bor. Mana bu yerda qiladigan bo'lsak, aynan f bo'yicha oladigan bo'lsak, f bo'yicha ko'rinib turibdi 3 bitta. Xo'sh, agar 6 ni beradigan bo'lsak 6 ikkita. Ya'ni shu. Endi keyingi ko'radigan metodimiz index. Ya'ni biz bu yerga ham elementni beramiz va bizga o'sha elementni indeksini qaytarib beradi. Xo'sh, misol uchun 5 ni beradigan bo'lsak, xo'sh, 3-chi deb qaytarib berdi. Mana bu haqiqatan 3-chimi? 0 1 2 3. Endi kelinglar mana bu yerda number degan o'zgaruvchini, mana bu elementini berib ko'raylik. Bu yerga tuple beramiz va bu yerga number. Bizga 1 degan javob qaytdi.
Haqiqatdan ham bu tuple mana bu number degan tuplening birinchi indeksida yotibdi. Tuple bo'yicha siz bilan ulashmoqchi bo'lganlarim shular edi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.